Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızın görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalgun. Tayland'da yeni bir Uygur küçük bala hayatından ayrıldı. Xitay tecavüzçilerinin besiminden kaçıp Tayland'a kelgende kolga elinip lagerlarda yetişkin mecbur bolgan ve naçar şaraitli kesel bulup sakıyalmagan 7 yaşlık Abdullah Abdulveli davalaş önüm vermey doktorxanda hayatından ayrıldı. Xitay tecavüzçilerinin besiminden kaçıp kanunsuz yollar bilen Tayland'a kelgende kolga elinip lagerlarda yetişkin mecbur bolgan 300 nefer Uygur'un içinişlik ahvali davamlaşmakta. Ötken qıtımı Tayland ve Malaysiyadaki Uygur Türklerinin ahvali gün tertip kelgen bulup, lagerlardaki naçar şarait, yeterlik uzuqlanılmaslık ve kimlikleri bolmağanlığı sebeplik, doktorxanalarda davalanılmaslığı tüpeyli kesel bulup ketkenligi, kichik balalarning davalanılmağanlığı sebebidin intayin adatki keseller tüpeylidin hayatidin ayrılğanlığı xabarlarga chiqqan edi. Bugün etigen yana bu lagerlardan birisidan ölüm xabari keldi. İctimai ushur torbatlarda keng tarqalgan xabarda bu haqda monular qayd qilindi. 7 yaşlık Uygur ösmür Abdullah Abdulveli ma'lum mezgil ilgari kesili ig'irlashgandan keyin Tayland turishliq Türkiye elchixonasidan yordam talab qilingan. Türkiye elchixona xodimlarining tirishchanligi natijasida bola doktorxonada balnisga elingan. Biroq kasalda hech qanday yaxshilanish bo'lmayotganligini ko'rgan elchixona xodimlari Tayland doiralariga rasmiy iltimos sunib, bolani Turkiyaga yo'tkab davolashni talab qilgan bo'lsa-mu, Tayland doiralari bu talabga xili uzungacha hech qanday javob qaytarmay turib olgan. Natijada 7 yaşlık Abdullah Abdulveli davalash önüm vermey, bugün etigen doktorxanda hayotidan ayrılgan. Küzetkichler agar bu 300 nefer Uygur Türkiye sahiya şaraiti nachar lagerlarda turayverdigan bo'lsa, havo klimatiga ko'nalmaslik sababidan bo'libmi ozuqliq yetishmaslik, tozalik muhitining nacharligi qatorliq sabablar tufaylidan ularning ichidagi ayollar, kichik bolalar va yashanganlarning salomatligining ig'ir xavf ostida qoldiganligini bildirishmoqda. Mutaxassislar bilan tadqiqotchilar 300 nefer Uygur Türkiye'nin ahvalining xatarlik ekanligini eskartish bilan birga Xitoyga qaytirib o'tish andishisining davomlashayotganligini bildirmoqda. Egallanishicha hozir 10 dan ortiq ayol muhojirning farzandlari Tayland turmasida dunyoga ko'z ochgan. Bu bovoqlarning nima gunohi bor? Ularning inson bo'lib tug'ilishi jinoyatmi? Ota-onalari faqat Robbim Alloh, dinim islom deganligi uchunla Allohning dushmani Sharq Turkistonliklarning dushmani bo'lgan Xitoylardan qochib Taylandga kelib qolgan begunoh insonlar. Mu'min musulmon muhojirlardir. Ularni qutuldirish, Xitoy kafirlarining changiliga tushib ketishdan qutuldirish, erkin dunyodagi butun insoniyatning, islom dunyosining, musulmonlarning bo'libmi Uyg'urlarning majburiyatidir. Ahmet Yengilmez Taylanddagi Uyg'urlardan hal so'radi. Türkiye'nin meşhur sanatçısı ve film rolcisi Ahmet Yengilmez Efendi Tayland'a berip Tayland musafirler lagerideki Uygur muhacirlerden hal ahval sorudu. Meşhur Türk sanatçı Ahmet Yengilmez Efendi bugün Tayland türmesindeki Uygur perzentlerinin sınalgı görünüşünü elan kıldı ve şu ifadelerge o'rin berdi. Bu artıq söz qilishning o'rni qalmagan, insoniyatni nomus qildiradigan, vijdonlarni azobli qaynatadigan bir lahzadir. Ahmet Yengilmez Efendi bu vaqtda bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda o'zining Taylandda tutib turilayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizning yeniga borganligini bildirdi va Bangkokda bir o'yin tomosha maydonida o'nlagan televiziya kanallarining o'yin maydonini sinalg'uga elayotganligini, ammo begunoh turmada yetayotgan Uyg'urlarning ahvoli to'g'risida birmu televiziyaning kamerasi kelmaganligini tanqid qildi. Sanatçı Ahmet Yengilmez Efendi Bangkokda hozir Uyg'ur muhojirlardan 110 40 kichik bola borligini, turmada 6 Uyg'ur ayolning farzandi dunyoga ko'z ochganligini, bu tragediyalik voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rib, kun tartibga keltirish uchun tunji bo'lib Taylandga borganligini bildirdi va bu yerdagi Uyg'urlarning kishilik huquq tafsandichiligiga uchrayotganligini va dunyoning buningga qarata sükut turayotganligini ifodaladi. Uygurlu kardeşlerimiz, burada cezaevinde tutulan Uygur kardeşlerimizin burada tutuluş şartlarını Türkiye'den ilk kez biz görmek üzere buraya geldik. Tabii Tayland'da, Bangkok'ta bir alışveriş merkezindeki bir etkinliğe onlarca televizyon kanalı gelebiliyor. Ama
burada yaklaşık 1,5 yıldır tutulan Uygurlu Türk kardeşlerimizin dünya kamuoyuna hallerini duyurabilmek için maalesef o uygar dünyanın bir tane bile kamerası bunu görebilmiyor. Onları bilmek zorunda değil ama biz bilmek zorundayız. İşte hal bu. Bir alışveriş merkezindeki eğlence için binlerce, yüzlerce insan burada toplandı. Onlarca kamera var ama aynı zamanda buraya birkaç kilometre uzaklıkta 100 küsür tane Uygur Türk'ü ve 40'ı çocuk ve bu cezaevinde 6 tane doğum olayı gerçekleşmiş durumda. Hal bu. Türkiye'den ilk kez bu Uygurlu kardeşlerimizi görmek için geldik. Bakalım neler göreceğiz. Görüşmek üzere. Xitay bilan Tayland Uyghur muhacirlarga qarshi hamkorlikni kuchaytirdi. İşgalchi Xitay doiralari Tayland bilan qonunsiz ko'chmanlarga qarshi hamkorlikni kuchaytirishga kelishganligini bildirdi. İşgalchi Xitay doiralari Tayland bilan qonunsiz ko'chmanlarga qarshi hamkorlikni kuchaytirishga kelishganligini bildirdi. İki taraf Uyg'urlarning ismini tilga olmagan bo'lsa-mu, biroq Taylandning Uyg'ur musofirlarini tutib turgan mezgilda bundoq bir kelishim hosil qilishi diqqat qo'zg'adi. Xitay doiralari Tayland ko'chmanlar lagerlaridagi 300 dak musofirning Uyg'ur ekanligi, ularning jungoluq ekanligi aniqlansa qaytirib berishni talab qilganligini bildirib kelgan edi. Qonunsiz ko'chmanlarga qarshi hamkorlik fikri Tayland bosh ministri Prayut Chan-ochaning 2 kunlik Beijing ziyoratida imzolangan bo'lib, ikki tarafning qo'shma axborot e'lon qilish yig'inida o'tirib qo'yilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni ikki taraf imzolagan qo'shma axborotni e'lon qildi. Qo'shma axborotda ikki taraf qonunsiz ko'chmanlar, zaharli chekimlik atkazchiligi, terrorlik va chegara hal qilgan jinoyatlarning oldini olish va yo'qotishda hamkorlikni kuchaytirdi deyilgan. Kishilik huquq tashkilotlari Tayland doiralarini xalqaro musofirlar ahdnomasiga amal qilishga chaqirib, musofirlarni Xitoyga qaytarmasligini, qaytarilsa ularning hayotiy tahdidga uchraydiganligini ogohlantirib kelmoqda. Xitoy bosh ministri Li Keqiang o'tgan hafta Taylandni ziyorat qilganda, Tayland hukumati bilan temir yo'l yasab berish, yezi egilik mashinsozlik aslihalari savdo tijorat sohasida hamkorlashish o'rnatgan edi. Oradan bir qancha kun o'tib, Tayland bosh ministri Prayut Chan-ocha Beijingga ziyoratga bordi va Uyg'ur muhojirlarga qarshi hamkorlashish to'g'risida kelishimga imzo qo'ydi. Uyg'ur muhojirlarni qaytirib elishdan iborat shu niyatiga yetish uchun har qanday usuldan bosh tortmaydigan, shundaqli parixo'rlikni chekidan oshgan Xitoy doiralari Taylandga pari berish orqali Uyg'ur muhojirlarni qaytirib ketishga urinmoqda. Xitoy yana bir Uyg'ur muhojirini etivatdi. Xitoy Vyetnamga o'tmoqchi bo'lgan Uyg'ur muhojirlardan bir kishini etivatdi, 21ni tutqun qildi. Xitoy zulmi chekidan eshib, Sharq Turkiston xalqiga o'z yurtlarida yashash imkoni bermadi. Hech kimning jon va mol bexatarligi bo'lmagan Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlar diniy va milliy erkinlik izlab, yurtlarini tashlashga majbur bo'lmoqda. Xitoy zulmidan qutulish uchun erkin dunyoga yuzilinib, sarson va sargardon bo'lmoqda. O'tgan yakshanba kuni Guangshening Vyetnam chegarasidagi Pingshan bozorida Xitoy zulmidan qochib Vyetnam chegarasidan o'tayotgan bir guruh Uyg'ur muhojirlar Xitoy askarlari tomonidan fosh bo'lib qilib tutqun qilingan. Ularning orasidan bir kishi Xitoy askarlari tomonidan etib o'ldirilgan. Biz kelgan ma'lumotlarda bu muhojirlarning soni 43 bo'lib, ularning 19i kichik bolalar ekan. Xitoy axborotlari bu muhojirlarning sonining 22 ekanligini bildirib, kichik bolalarni tutqun qilganligini axborotlardan yoshirgan. Xitoy axboroti ularning millatini tilga olmagan bo'lsa-mu, biroq chet el axborotlari ularning Vyetnamga o'tmoqchi bo'lgan Uyg'ur muhojirlar ekanligini ilgari surdi. Xinhua agentligi bu kishilarni diniy oshqullar guruhi deb ko'rsatib, ularning chegara atlab Vyetnamga o'tmoqchi bo'lganligini, biroq Xitoy askarlarining olgan uchurga asosan maxsus guruh tashkillab, ularga pistirma qurganligini bildirdi. Xinhua agentligining ilgari surishicha, pistirmada amonlik kuchlariga pichoqlik hujum qilib, bir saqchini yaralandirgan bir kishi etib tashlangan. Biroq Xitoy axboroti bu 22 Uyg'urning salohiyati, yeshi, ularning orasida ayollar, bolalarning bor yo'qligi qatorliq konkret ahvollar haqida hech qanday uchur bermagan. Tajovuzchi kommunist Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan siyosati, diniy besimi nurg'un Uyg'urlarni o'z yurtini tashlab chet ellarga qochishga majbur qilmoqda. New York vaqti gazeti Qaramayda milliy ziddiyatning o'tkirlashayotganligini bildirdi. Xitoy Qaramayda nefit qezayotganga yarim asrdan oshgan bo'lsa-mu,
biroq qaramaydi tengsizlik va milliy ixtilof sababli vaziyat davomli o'tkirlashmoqda. Nyu-York vaqti gazeti Xitoydagi eng boy shaharlarning biri qaramayda milliy ziddiyat o'tkirlashayotganligini bildirdi. Bu xabarni mazkur gazetning hozir qaramaydiga muxbiri Jona Kessel yo'llagan. Erkin Osiyo radiosining Nyu-York vaqti gazetidan naql qilib xabar qilishicha, Xitoy g'arbdagi bu qurg'oq rayonda nefit qiziyotganga yarim asrdan oshgan bo'lsa-mu, biroq qaramayda tengsizlik va milliy ixtilof sababli vaziyat davomli o'tkirlashmoqda ekan. Xabarda muxbir Jona Kessel bir Xitoy ayol taksichi bilan o'tkazgan suhbatidan olgan ta'sirotini bayon qilib, qaramayda milliy ixtilofning qanchalik keskinligini bildirgan. U yana qaramayning taraqqiyoti Xitoy ko'chmanlariga zo'r fursat yaratib berganligini ko'rsatib, biroq Uyg'urlarga qo'yilgan diniy cheklama hamma yerda ko'zga cheliqib turadiganligini bayon qilgan. Uning ko'rsatishicha, yerlik doiralar Uyg'ur ayollariga jilbob, burqa, hijobni man'iy qilgan. Uyg'ur yoshlarining soqol qo'yishini, ayolsizlik maykalarni kiyishni cheklab, ommaviy qatnash, taksi va savdo o'rinlarida qanday kiyim-kechaklarni kiyishga bo'lganligini belgilab bergan. Lekin bu belgilama Xitoylarning qo'llashiga erishganligini eskartib, Xitoy taksichi ayolning "Men tunji qitim bu yerga kelganda undaq kiyib olganlarni ko'rib qo'rqqandim" degan so'zlarini alohida ta'kidlab o'tgan. İşğalçı Xitoy chet ellardagi muhojirlarning oilalariga majburiy imzo qo'ydirmoqda. Xitoy qurolli kuchlari va yaloqchilari 12-oyning 17-kunidan boshlab Xotanning har qaysi nahiya yezilaridan chet ellarga chiqib ketgan muhojirlarning ota-onasi va urug' tuqqanlarini chet eldan bolamni qaytirib kelinglar degan iltimosni majburiy imzo qo'ydirayotganligi oshkorlandi. Kunming va Urumchi voqealarini fursat bilgan ishg'olchi Xitoy doiralari va uning yaloqchilari bu voqealarni bahona qilib Sharq Turkistonda 1 yillik qattiq zarb berish vahshiyligini boshlatgan edi. Bu jarayonda Sharq Turkistonning har qaysi shahar va rayon, yezi bozorgacha butun yerlarda umumyuzlik tutqun qilish, qirg'in qilishdan iborat vahshiyona qabih harakatlarni elib bordi. Sharq Turkiston xalqini har xil bahonalar bilan nurg'unlagan yoshlarni paydin-pay iskanjaga oldi. Nohaq turmalarga qamadi va qamayotdi. İjtimoiy uchur vositalarida ma'lum bo'lishicha, yana bir tarafdan Xitoy qurolli kuchlari va yaloqchilari 12-oyning 17-kunidan boshlab Xotanning har qaysi nahiya yezilaridan chet ellarga chiqib ketgan muhojirlarning ota-onasi va urug' tuqqanlarini 6 oy kurs qilamiz degan bahona bilan yig'ib olib, balangni topsan, bo'lmasa qachon balang tepilguncha yig'inga borasan. Uyda qancha kishi bo'lsa, hammasi keladi. Bir qatimliq yig'in qatnashmaganlardan 200 yuandan jarimani olamiz deb tahdid qilib, qahriton so'g'uqda ota-onalarni qiynamoqda ekan. Boshqa bir manbadan egallashimizcha, Xitoy yaloqchilari chet ellarga hijrat qilib chiqib ketgan muhojirlarning oilalariga berib, chet eldan bolamni qaytirib kelinglar degan iltimosni o'zlari yezib, uningga oilalarni majburiy imzo qo'ydirganligi bildirildi. Ma'lumki, Xitoy chet ellarga hijrat qilgan muhojirlarni munosabatli davlatlardan qaytirib elishda ularni oilasi talab qildi degan bahonalarni o'ydirib chiqish uchun mushixil hili nayrangni ishlatganligi ilgari surildi. Uyg'urlar Shvetsiya ministri Mehmet Kaplan bilan ko'rishdi. Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Ahmadjon Tursun, Taklimakan Islom madaniyat markazining mas'uli Ömer Aziz va ijroiya komiteti a'zolari Shvetsiya shahar taraqqiyoti va binokorlik ishlari ministri Mehmet Kaplanni ishxonasida ziyorat qildi. Shvetsiyada faoliyat olib berayotgan Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Ahmad Tursun, Taklimakan Islom madaniyat markazining mas'uli Ömer Aziz va ijroiya komiteti a'zolari Shvetsiya shahar taraqqiyoti va binokorlik ishlari ministri Mehmet Kaplanni ishxonasida ziyorat qildi. 2014-yil 22 dekabr kuni elib berilgan ziyorat 1,5 soat davomlashdi. Uyg'urlarning ziyaratidan xushal bo'lganligini bildirgan Shvetsiya shahar taraqqiyoti va binokorlik ishlari ministri Mehmet Kaplan uzundan beri Sharq Turkistonda yuz bergan voqealar va Shvetsiyadagi Uyg'urlarning elib berayotgan faoliyatlarini yaqindan ko'zitib kelmoqdamiz dedi. Mehmet Kaplan bo'libmi Shvetsiyada tunji qitim chiqqan shvetscha uyg'urcha lug'atning zo'r ahamiyatli xizmat bo'lganligini ta'kidlab, Uyg'ur tilini qo'g'dash va yangi avlodlarga o'rgatish intayin muhim bir ish. Shunga bu lug'atning elektronlik kitob shaklida tarqatilishi va ehtiyoji bo'lgan hamma odam erisha oladigan bo'lishi lozim dedi. Mehmet Kaplan tashkilot rahbarlari bilan qizg'in suhbatlashdi. Uyg'ur ma'rif uyushmasining raisi Ahmad Tursun tashkilotning elib berayotgan xizmatlari to'g'risida ma'lumot berdi. 2010-yili Shvetsiya parlamentida qurilgan Shvetsiya Uyg'ur do'stlik va hamkorlik guruhining qurilishiga Mehmet Kaplanning rahbarlik qilganligi uchun
to'limi minnatdor ekanligini bildirgan jamiyat raisi Ahmad Tursun, biz sizni o'z qarindishimizda ko'ramiz. Sizning ministr bo'lganingizga qanchalik xushal bo'lganligimizni so'z bilan ifodalash haqiqatan qiyin dedi. Ministr Mehmet Kaplan'ni kelgusidimi davomli qo'llaydiganliklarini bildirgan Uyg'ur Ma'arif uyushmasining raisi Ahmad Tursun va Taklimakan Islom madaniyat markazining raisi Ömer Aziz o'zlarini ishxonasida qabul qilganligi uchun ministr Mehmet Kaplan'ga alohida rahmat aytdi va ministrga hadiya taqdim qildi. 3 av dem är dömda för krigsbrott. 6 av dem är åtalade för brott som om de blir dömda. Sharq Turkistonlik musulmonga aqlga sig'maydigan tahdid. İşğalçı Xitay tajovuzchilari Sharq Turkistonliklarga selayotgan tahdidlari shu darajaga yetdi ki, tafsilotini tuvandagi xabarimizning mazmunidan ko'rib olsak, qadrli qarindoshlar, ishonimizki bu xabardan Xitoy tajovuzchilarining naqadar axloqsiz odamiyligini yo'qotganligini yana bir qatim ochiq ko'rib olasizlar. Ishg'olchi Xitoyning Sharq Turkistonliklar ustidan ijro qilayotgan vahshiyligi kun sari eshib bormoqda va turlari ko'paymoqda. Xitoy tajovuzchilari o'zlari to'kmat bilan tutmoqchi bo'lgan bir Uyg'urni tutolmay qolsa, o'zining ojizligidan ko'rmasdan, amdilikda ushuqlikda shu darajaga yetdiki, Xitoy nazaridagi shubhilik Uyg'ur tutilmasa, uning oilasiga solgan shu tahdidlari kishini yerigandirmay qolmaydi. Xitoyning yaqinda tutilmagan Uyg'urlarning oilasini jazolantirish ishini texmo kuchaytirish haqida qaror chiqarganligi oshkora bo'ldi. Xitoy doiralari bu yil 19-sentabrda Xotan shahrida o'ltirdigan Zokir ismli Uyg'ur yosh haqida uqtirish chiqarib, uning Hizbut Tahrir a'zosi ekanligini, buning uchun uni qo'lga olish hukmi chiqarilganligi, Xitoy soqchilari bir oydan beri iz qo'g'lab tekshirayotgan bo'lsa-mu, texnichi qo'lga tushmayotganligini, hamda yana qo'lga tushmasa, oilasiga qarata jazo elib boradiganligini ogohlantirgan bir hujjat tushirgan. Ogohlantirishda mundaq yozilgan: Gumondor Zokir Yosin qonunsiz Hizbut Tahrir tashkilotining a'zosi, boshlang'ich maktab saviyasida. Sen 2014-yili 20-sentabrdan 22-sentabrgacha Langzu kenti soqchixonasiga kelib taslim bo'lishing kerak. Navoda taslim bo'lmaganingda sana va oilangga mundaq jazolar ijro qilindi. Birinchi, fuqarolik kimliging amaldan qoldirildi. Ikkinchi, sana va oilangga tava bo'lgan uylar va uydagi barliq muqim mulklar qaytirib elindi. Üçüncü, senin isminga tava bo'lgan barliq mulklar musodir qilindi. To'rtinchi, sening va oilangning o'ltirgan uy varallari butunlay cheqilib o'rib etiladi. Beshinchi, oilangning, ota-onang, qarindoshlaring va barliq yaqinlaringning davlat tarafidan oladigan manfaatlanadigan barliq imkonlari butunlay qaytirib elindi va bu haqlar butunlay amaldan qoldirildi. Bu hujjatni topshirib olg'uchi Afiyat Abdullah Tulum, Kanit Kommunist Partiyasi kotibi Ömer Ata. Langzu kenti xalq hukumati 2014-yil 19-sentabr. Amerika Falastinning mustaqilligini qo'llamaydiganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jen Psaki Birlashgan Davlatlar Bexatarlik qurultayining 2017-yilning oxirigacha Falastin zimindagi Isroiliya ishg'olining oxirlashishi kerakligi haqidagi qarornomasiga qarata qarornomani ko'rdik. Bu biz tarafdan qo'llashga erishiladigan bir ish emas dedi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jen Psaki kundalik axborot e'lon qilish yig'inida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik qurilmasining oldingi kuni Iordaniya tarafidan yo'llangan Falastin qarornomasiga aloqador savollarga javob berdi. Psaki mazkur qarornomani qo'llash va yoki qo'llamaslik haqida so'ralgan savolga javoban sunilgan qarornomani ko'rdik. Bu biz qo'llaydigan ish emas. Bu vaqtda boshqalarning o'xshash bir narsani his qilganligini bilamiz va bu vaqtda yanama ko'proq muzokara qilishga chaqiramiz. Falastinliklarmi buni biladi dedi. Hozirning o'zida o'zlariga sunilgan bu qarornomaga aloqador ishlar haqida to'xtalmaydiganligini bildirgan Psaki, har ikki taraflar bilan texmo ko'p muzokaralash kerakligini o'ylamoqdamiz va bu vaqtda ilgirlash yo'li tepish uchun bu vaqtdagi ko'rishishlarimizni ilgirlatishni xohlaymiz dedi. U yana bu vaqtdagi muzokaralarning natijasiga qarata hech qanday norozilik bo'lishni xohlamaydiganligini qo'shib qo'ydi. Iordaniya tarafdan sunilgan qarornomada Isroiliyaning 2017-yili yil oxirigacha o'zlari ishg'ol qilgan Falastin zaminlaridan chiqib 1967-yili belgilangan chegaralar bilan shakllanishi, poytaxti Sharqiy Quddus bo'lgan Falastin davlatining qurilishi va Isroiliya bilan tinchlik ichida yashash qatorliq talab fikrlar o'ttirib qo'yilgan ekan. Xitoyning Sharq Turkistondagi energiya manbalariga bo'lgan tajovuzchiligi kuchaymoqda.
Xitoy ishg'oliyatchilari Sharq Turkiston zeminiga besib kirgandan buyon Sharq Turkistonning kon boyliqlariga bo'lgan tajovuzchiligini davomlashtirmoqda. Bo'libmi, yangi asr kirgandan buyon atalmış g'arbiy rayonlarni echish nomi ostida bu boyliqlarga bo'lgan talon-taroj qilishni tarixda misli ko'rilmagan darajada kuchaytirmoqda. Xitoyning Sharq Turkistondagi energiya manbalariga bo'lgan tajovuzchiligi kuchaymoqda. Xitoy ishg'olchilari Sharq Turkiston zeminiga besib kirgandan buyon Sharq Turkistonning kon boyliqlariga bo'lgan tajovuzchiligini davomlashtirmoqda. Bo'libmi, yangi asr kirgandan buyon atalmış g'arbiy rayonlarni echish nomi ostida bu boyliqlarga bo'lgan talon-taroj qilishni tarixda misli ko'rilmagan darajada kuchaytirmoqda. Vatanimiz Sharq Turkiston zemini keng, boyligi mo'l, tuprog'i munbat zemin bo'lg'achqa, Xitoy ishg'oliyatchilari mustamlakasiga aylantirib olgandan buyon izchil o'zining energiya manbasi qilib kelmoqda. Faqat boyliq talon-taroj qilib qolmasdan, shu rayonlarning tabiiy muhitigami og'ir buzg'unchilik qilmoqda. Neft Sharq Turkistonning energiya manbasi iqtisodining asosi. Materiallarda ko'rsatilishicha, Sharq Turkistondagi neft zapas miqdori 21 milliard tonnaga yetadigan bo'lib, bu navbatda Xitoydagi umumiy neft miqdorining 5dan 1ini tashkil qiladi. Yana kelib, yangi neftliklar bayqalib, neft quduqlarining soni barg'ansiri ko'paymoqda. Mushu ayda Xitoydagi bir neft shirkati Jungar o'ymonligining g'arbiy shimolidagi Qaramay neftligiga yiroq bo'lmagan bir o'rinda zapas miqdori 1 milliard tonnaga yetadigan bir cho'ng neftlikni bayqaganligini, bu bayqash mushu yil Sharq Turkistondagi eng cho'ng bayqash ekanligini e'lon qilgan. Sharq Turkiston yana mo'l ko'mir va tabiiy gaz boyligiga ega. Lekin bu boyliqlar izchil Xitoylarning bulang-talang qilib, Xitoy shaharlari va sanoatining taraqqiyoti uchun foydalanib ketilyotidi. Xitoylar Sharq Turkistondagi ko'mir zapasining o'zlari ega bo'lgan umumiy ko'mirning %40%ni egallaydiganligini e'lon qilgan. Xitoylar G'arbning gazini sharqqa yo'tkash qatorliq bir qator qurilishlar orqali Sharq Turkistonning boyliqlarini Xitoy o'lkalariga to'shish miqdorini oshirsa, yana bir tarafdan kon boyliqi manbasini echishni o'zlarining yillik planlariga kirgizish qatorliq siyosatlar orqali Sharq Turkistondagi kon boyliqlari va muhitiga bo'lgan buzg'unchilikni kuchaytirmoqda. Xitoy yuqorqidek boyliqlardan Sharq Turkiston musulmonlariga hech qanday naf bermasdan, aksicha bu bulangchiliklar orqali erishgan taraqqiyotidan ko'ranglab, musulmonlarni dinidan va milliy engidan mahrum qilib, o'zlarining itoatchan qo'llariga aylantirish orqali bu boyliqlarga bo'lgan bulangchiligini qarshiliksiz davom qilish uchun Turkiston musulmonlariga bo'lgan zulmini hadab kuchaytirmoqda. Hurmatli huzur ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.